Menimcha bu xotin qo'li chiqmaydi-yu. Ya nimaga? Xotinni hamma akkalarni qilib bo'lsa, keyin xotini ruxsat bersa, keyin chiqadi. Uzr bolalar. Ishqilib xotining ruxsat berdimi? Tushunmadim. Ne bunaqasan? Go'yoki xotin bitta sanda bor. Namcha cho'qinasan xotiningga. Nimaga asoslanib meni xotin qili deyapsizlar? Masalan, xotiningga mashinani eshigini ochib berasan. Bu umr yo'ldoshimga bo'lgan hurmat, bir iltifot. Shoshma. Sen biznes taksi haydarding-a? Mijozlarga eshikni ochib berasan, ha? Assalomu alaykum. Kelin yaxshimisiz? Va alaykum assalom, kelin. Telefon qilsam telefoningizni ko'tarmadingiz. Shafkangiz qolib ketibdi. Tog' sovuq bo'ladi. Rahmat sizga. Lekin men toqqa bormaydigan bo'ldim. Ha, nima bo'ldi? Chunki men xotin qulim.